Bugun sizlar bilan qancha ovqat yesa ham, qancha harakat qilsa ham, trenirovka qilsa ham vazn olish qiyin bo'lgan va umuman chiroyli figuraga ega bo'lishi juda ham bir muammo bo'lgan mavzu haqida gapiramiz. Chunki bu narsadan men o'zim o'tganman. Demak, 4 ta asosiy faktor, ilmiy asosga suyangan 4 ta asosiy sababini gaplashamiz. Birinchidan birinchi asosiy faktori bu ko'pincha genetika hisoblanadi va parallelni bu bilan birga adaptive thermogenesis deyiladi, ya'ni organizmni semirishga bo'lgan qarshiligi. Demak, genetik bu narsa 10-20% miqdorda o'zi aniqlangan. Ko'pincha 10% atrofda, har masalan 100 ta odamdan 10 ta odamda genetika tufayli semirishga qiyinchilik bor yoki ozg'inlikka moyillik bor. Quyidagi 2023-yilda o'tkazilgan tadqiqotlarga ko'ra, bir guruh odamlarni yig'ib, ularga muntazam ravishda keragidan ortiqcha ovqat berib semirtirishga harakat qilinadi, lekin natija ijobiy bo'lmaydi. Va buni sabablarini o'rganishganda, birinchi navbatda genetika, ya'ni inson qancha ko'p ovqat yegan sari tanasi shuncha uni semirishdan himoya qilishga harakat qilar ekan. Va teskarisi, inson qancha overweight, ya'ni semizroq bo'lgan odamlarda inson qancha kam ovqat yeb ozishga harakat qilgan sari tanasi uni ozishdan himoya qilar ekan. Ya'ni 3000 kilokaloriya yeyotgan odam 2,5 mingga tushirib ozishga harakat qilsa, lekin baribir ozmaydi, yog'li turaveradi. Xuddi shunaqa 2000 yeyotgan odam 3000 kilokaloriyaga o'tib semirmoqchi bo'lsa, semira olmaydi, ozg'in bo'lib turaveradi. Bu genetika bilan bog'liq va adaptive thermogenesis. Ya'ni thermogenesis degani ovqatni hazm bo'lish tempi yoki hazm bo'lmaslik tempi. Organizm o'zini o'zi yo'q, men mana shu vaziyatda o'zimni yaxshi his qilaman, men ozishim kerak emas, yoki teskarisi, men shu vaziyatda o'zimni yaxshi o'zimni yaxshi his qilaman, men semirishim kerak emas deb o'zini o'zi himoya qilar ekan. Bu asosiy faktorlardan birinchisi. Ikkinchi sababini agarda gaplashadigan bo'lsak, bu hypothyroidism deyiladi, ya'ni gipertireoz. Bu qalqonsimon bezini haddan tashqari ko'p ishlab chiqarilishi. Ko'pincha buni endokrinologlar bilan maslahat qilinadi va odatda bu ayollarda ko'p uchraydigan muammo. 2% gacha ayollarda uchraydi, 0,2% gacha tadqiqotlarga ko'ra erkaklarda uchraydigan muammo ekan. Bu yerda o'sha bezlarni ishlab chiqarish strukturasi yoki hajmi buzilganligi sababli odamda vazn olish yoki vazn yo'qotish bilan muammo bo'ladi. Endi bu videomiz bevosita bir ma'lumot sifatida bo'layotgan video bo'lish uchun men sizlarga konkretni qanaqadir bir lecheniya yoki konkretni qanaqadir protokolni bera olmayman, chunki men doktor emasman. Siz o'zingizni endokrinologingiz bilan bu masalani gaplashsangiz bo'ladi. Lekin siz aniq bilishingiz kerak, qaysi sabablarga ko'ra sizda vazn olish qiyin bo'lyapti yoki vazn yo'qotish qiyin bo'lyapti. Mana shu o'sha sabablardan bittasi bo'lishi mumkin. Endi uchinchi sabablardan bittasi bu malabsorption deyiladi. Ya'ni yeyotgan taom, ovqat, umuman barcha tanaga kirayotgan kilokaloriya sizni organizmingizga singmayapti. Bu muammo meni o'zimda ham bo'lgan. Bu yerda biz e'tibor berish kerak bo'lgan joyimiz o'sha yeyotgan narsalar, ya'ni axlat bilan shu hojatga borganda chiqib ketish kuzatiladi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatganki, ichaklarda yoki umuman ovqat hazm qilish bilan bog'liq muammolari bor odamlarda mana shu narsa kuniga 500 kaloriyagacha yo'qotishga olib kelgan. Faraz qiling, siz 2,5 kaloriya yeyapsiz, lekin 500 kaloriyasi prosta tak organizmdan chiqib ketyapti, umuman so'rilmaydi. Lekin normal ovqat hazm qilishda muammosi yo'q odamlarda bu narsa 70-80 kaloriyani tashkil qilgan. Bu esa normal. Demak, bu faktor uchinchi sabablardan biri, siz to'g'ri va sog'lom vazn ola olmayotganingizni sababi bo'lishi mumkin. Va to'rtinchi sababi, men ko'pincha bu narsa haqida aytaman. Shogirdlarga ham yetarli kilokaloriya iste'mol qilmaslik. Angliyada o'tkazilgan tadqiqotda 35% gacha odamlar xatoga yo'l qo'yar ekan. Masalan, deylik, siz o'ylayapsiz
2000 kilokaloriya yeyapman deb, lekin aslida 1500 kilokaloriya yeyotgan bo'lishingiz mumkin. Shuning uchun bu narsani ham to'g'rilash kerak bo'ladi. Buning uchun boshida har bitta yeyotgan ovqatingizni track qilib, necha kilokaloriya yeyapsiz, qancha oqsil yeyapsiz, qancha yog' yeyapsiz, qancha uglevod yeyapsiz, qanaqa ichimlik ichasiz. Shularni bitta track qilib o'rganib olganingizdan keyin har safar uni sanab yurishni hojati bo'lmaydi. Demak, xulosa qilib aytadigan bo'lsak, yuqoridagi 4 ta faktorlardan ikkitasi bu sog'liq bilan muammo bo'lganda yuzaga chiqadigan sabablar. Ya'ni bu ovqatni singmasligi organizmga, ya'ni hazm qilishda muammo bor yoki gormonal buzilish bor. Bu narsalarni doktor bilan gaplashishingiz kerak. Ikkitasi esa, bittasi genetikaga bog'langan, ya'ni sizni oilangizda, sizni umuman avlodingizda semiz odam bo'lmagan yoki teskarisi ozg'in odam bo'lmagan. To'rtinchisi bu kilokaloriyani yetarli darajadan kam iste'mol qilish. Shuning uchun sizda vazn olishda muammo bo'layotgan bo'lishi mumkin. Endi bu narsalarni biz yana chuqurroq o'rganamiz. Umuman qanday taomlanish kerak, qaysi vaqtda taomlanish kerak, qanaqa trenirovka qilish kerak. Buning uchun bizning kanalni kuzatib borasizlar. Hammaga omad.